Hammaga salom do'stlar. Men sizlarga 3 ta ajoyib yangilik bilan storiesga chiqdim va har doimgidek oxirida ham qiziq deb qo'shadi. Xo'sh shunaqasida. Xo'p, ana endi yangiliklarga o'tsak, bu 3 ta yangilik. Birinchisi, sizlar meni tabriklashingiz mumkin YouTube'da yani Omonxon YouTube kanalida 10 million prosmotrdan oshgan YouTube videolar уже 3 ta bo'ldi. Bu men uchun rekord, bu men uchun faxr va shunaqa aktiv berayotganingiz uchun obunachilarimga kattakon rahmat. Xo'p, ikkinchi yangilik, bu ham bo'lsa ertaga o'sha hammalar mendan so'rayotgan va hozir YouTube'da eng mashhur, balkim rubrikasiga aylangan Darknet serialini da уже 6-qismi chiqargan. 6-avgust 16:00 da ko'ringlar. Efirda agar 100 minutda ko'rsat, 7-qismini qachon chiqarsangiz ham aytaman. Shuning uchun ham aktiv bosinglar. Xo'p, ana endi bo'lsa eng oxirgi va eng mana Toshkent shahridagi obunachilarimga qiziqroq yangiligim bu ham bo'lsa, ertaga 18:00 da Reels qo'yaman. Famstech ekromagalar uchun zo'r yangilik bo'ladi. Давайте.